Agar bir marta zaiflik qilsang, seni shunday kuch bilan uloqtirib yuboradiki, qaytib o'rningdan tura olmaysan. Sen ham, men ham, dunyodagi odamlar ham hayot bergan zarbaga chida olmaydi. Agar hamma seni ayyor va shafqatsiz deb hisoblasa, unda boshqacha bo'la olmaysan. Afsus. Aytishadi-ku, bir yomonlikning bir yaxshiligi bo'ladi deb. Dunyo o'zgaryapti. Biror nima qilaman dediğimiz so'zingdadir. Chunki erkak kishi so'zda turish kerak. Imkon bor joyda halol pul top. Qo'lingdan hech nima kelmaydi deganlarga sira quloq solma. Agar bir marta zaiflik qilsang, seni shunday kuch bilan uloqtirib yuboradiki, qaytib o'rningdan tura olmaysan. Sen ham, men ham, dunyodagi odamlar ham hayot bergan zarbaga chida olmaydi. Agar hamma seni ayyor va shafqatsiz deb hisoblasa, unda boshqacha bo'la olmaysan. Afsus. Aytishadi-ku, bir yomonlikning bir yaxshiligi bo'ladi deb. Dunyo o'zgaryapti. Biror nima qilaman dediğimiz so'zingdadir. Chunki erkak kishi so'zda turish kerak. Imkon bor joyda halol pul top. Qo'lingdan hech nima kelmaydi deganlarga sira quloq solma.